Tushunarli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima qilamiz buni? Ayb mendan aka. Ha? 50-50 qilsak bo'lmaydimi? Bo'ladi. Lekin birinchidan ayb 100% sizda. Ikkinchidan yaqinda qurilishdan chiqqan odamman. 20 ming minusdaman o'zi. To'g'ri tushunasiz. Ayb endi bo'lsa qilib beraman. Bo'ldi. Telefonga raqamingizni yozib bering. Tushdi sizga. Usta bilan gaplashib narxlatsak hal qilib beraman. Kelishdik. Salomat bo'ling. Mayli, ko'rishamiz. Normalroq yursa bo'lmaydi. Orqadagilarni o'ylab, haydashni ham bilmaydi. Zo'r haydovchi bo'lib ketibsan. Biron marta DTP qilmadim lekin. Gap yo'q. Ukam, nima bo'ldi? Hal bo'ldimi? Qilib beradigan bo'ldim. Shu yetmay turdi o'zi. Nima his qilyapsan? Usta hozir nech pul deydi? Ko'pga tushdimmi deyman. Vaziyat shunaqa og'irmi? Shuncha ortiqcha rasxod bo'ladi-yu, og'ir bo'lmaydimi? Mana qara. O'tgan yili o'g'ling Abdullohga operatsiya qildirganlaring esingdami? Xo'sh, O'sha vaziyatingdan ham og'irmi hozirgi holating? Hammasi yaxshiligi ukam. Ketdik. Aka, mana kaltingiz. Rahmat. Baraka toping. Mashina yaxshi chiqibdi. Yaxshi. rozi bo'ling aka. Siz ham rozi bo'ling. Yaxshilikda ko'rishaylik. Xo'p, charchamang. Sog' bo'ling. Men yari. Ha? Bu mashina urib olganingizda ishkal bo'lmadimi? Yo'q. Gap ham talashmadinglarmi? Nimaga gap talashimiz kerak? Qoyil lekin. Yaxshi odam ekan lekin. Aka mendan qancha qoluvdi? Qolganini ham berib qo'ying. Men roziman. Abo, tezlashtirmay meni. Rahmat aka. Ha, bo'pti.